Salom do'stlar, yana sizlar bilan Bobur Fire. Bugun sizlar bilan Free Fire account yoki PUBG accountni boshqa telefonga o'tkazamiz. Uning uchun o'sha olayotgan accountni boshqa telefonga o'tkazish uchun yana bitta telefon kerak bo'ladi. O'sha telefonni Google'ga kirasiz. Xuddi mana bu yerda tugmani bosasiz, mana shu yerda turganini. Va mana buni ham kirganingizdan so'ng mana tugmani ham bosasiz va ko'rsangiz o'zingizning email akomlaringiz chiqib keladi va oxirgi dobavit account degan dobavit account turgan joyga bosasiz. Va bu yerda telefon ili adres el pochti. Bunda mana shunday o'yin ochiladi. Bunda siz o'zingiz hozir olayotgan akkauntingizni email komini kirishingiz kerak bo'ladi. Xuddi masalan email komini kirishingiz kerak bo'ladi. Email kom kiritasiz va bu yoqda yana bitta o'yin ochiladi. Bu yerga o'sha email com akkauntini paroli kerak bo'ladi. Agar sizda bu parol yo'q bo'lsa, zabili parol. Bu zabili parol. Xuddi ana shuni bosasiz, agar paroli esingizdan chiqqan bo'lsa, boshqa o'yin ochiladi. Sizga hozir SMS keladi. SMS kelgandan so'ng sizda ana shu email com ochiladi. Tushunamiz. Mana azizlar, Google dan SMS keldi. Endi siz hozir meni hisobimga hozir yangi Google account, ya'ni email Google account keldi. Men xuddi ana shu Free Fire accountni ochib o'ynasam bo'ladi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa like, komment qolaman. Xayr, sog' salomat bo'ling.